Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. O'g'irlangan g'alba sharaflik bo'lmaydi. Men g'albini har qanday saxtpazlik vositalarining yordami bilan emas, balki ochiq-oshkora qo'lga keltirishim kerak. Mana bu mashhur imperator Iskandar Zulqarnaynning o'z qaysarligi va jasoratini namoyon qiladigan so'zi. U o'zining ana shunday qaysarligi, aql parosti bilan qo'shin tortib uzoq yil sharqqa yurish qilish jarayonida nurg'un strategik janglarni qilib, bir qadar qisqa vaqt ichida Yevropa, Osiyo, Afrikadan iborat uch cho'ng qit'ani to'g'risiga kesib o'tadigan zo'r bir imperiyani qurib chiqqan. Iskandar Zulqarnayn nihoyat jafoliq sharoitda askarlar bilan hamdamda bo'lib birlikda jang qilgan va o'z askarlariga mening badallarimda hech bo'lmasa oldi tarafimda yaralanmagan yer yo'q. Mayli yaqin orliq yoki uzun orliqdan bo'lsin, mening badanimda iz qoldirmagan birmi qurol yo'q. Elish jarayonida dushmanning qilichlarini tekkan. Qancha o'qya o'qlarining zarbasiga uchirganligimni bilmayman. Kaltaklanish va toshlarning zarbasiga uchrashishimmi hisobsiz bo'ldi. Bularning hammasi sizlar uchun, sizlarning shon sharafinglar va boyliqinglar uchun edi. Men sizlarni boshlab g'oliblarcha qiyofatda quruqliqlar, dengiz okeanlar, daryo eqinlari, tog' tizminlari, tuzlanliklarni birla bosdim. Nurg'un g'albalarni qo'lga keltirdim. Sizlarning har biringlar mening tuqqanim degan edi. U nurg'un janglarda g'alaba qilib, har qaysi joylarda o'z nomi bilan atalgan yangi shaharlarni barpo qildi. Shundaqla uning qoldirgan izlari insoniyat tarixining zo'r taraqqiyotlarini qo'lga keltirdi. Afsus, u uzoq yashay olmadi. Bir umr jafo mushaqqati jang qilib, oxirida g'alba mevasini amdili tetishiga hayotidan ayrildi. Xo'sh, radio anglag'uchi do'stlar, biz bugun sizlarga ulug' imperator Iskandar Zulqarnaynning hayotiy faoliyatining davomini so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Yangidan chiqqan quyosh sukutga cho'mgan jang maydonini yo'ritdi. Pinarus daryosining suvi oltin rangga kirdi. Iskandar Makedoniya qo'shinlariga qo'mondonlik qilib, asta-asta ilgarilamoqda edi. Bu ularning kuchi yig'ib, oxirgi 100 metr qolganda eng shiddatli harakat bilan dushman sepiga etilishga foydali bo'lishi uchun edi. Ikki armiyaning orliqi o'qiya yetgudak joyga kelganda, Iskandarning qattiq bir buyruq qilishi bilanla uning kaynidan agishib kelayotgan qo'shinlar yer jahonni zilzilaga keltirgudek hayvat bilan dushman sepiga shiddatli hujum qildi. Teyiz Pinarus daryosi Makedoniya otliq askarlarining to'mir tapinini to'siy olmadi. Persiya o'qiyachilari amdili birinchi o'qni etib bo'lib, texi ikkinchi o'qni almashtirmasdilla Iskandar otliq qo'shinlarini boshlab, ularning oldiga yetilib keldi. Persiya o'qiyachilari aloqazodalik bilan chekinib, kaynidagi piyoda qismlar sepini qalaymiqallashtirib etdi. Makedoniyaliklar fursatdan foydalanib bosib kirib edi. Persiya qo'shinlarining o'ng qanoti birdamdila parchalanib ketdi. Iskandar birinchi hujumning ko'nglidagidek bo'lganligini ko'rib, darhol qo'shinlarni boshlab, Persiya qo'shinlari sepining markaziga qarab atakiga o'tib, Darius 3-ning Yunan yallanma qo'shinlariga uduldan va yon tarafdan shiddatli hujum qilib, sepini qalaymiqallashtirib etdi. Xillangan Persiya qo'shinlari piyoda qism va o'qiyachilarning qisishi bilan istehkomga bosib kirish, zo'r doirada zarbalarlik bilan jang qilish jihatdagi rolini tamoman joriy qildira olmay, vasvasiga tushgan zo'r miqdordagi odam va otlarning so'qilishi bilan orqaga chekinishga majbur bo'ldi. Ular dastlab o'ltirgan va yordar qilgan odamlar hatto dushmanning qirg'in qilishidan ko'p bo'ldi. Darius 3 bu chaqda Persiya zo'r qo'shinining markazida bo'lib, ordu muhofizatchilari qatma-qat o'rib olgan. Urush ahvolini to'van darajalik ofitserlarning darajma-daraja doklad qilishi orqali ilgilaydi. Makedoniya qo'shinlari daryoning u qetida asta-asta ilgarilayotdi degan xabarni u texi boyli anglagan edi. U texi jang buyrug'ini bermay turibla jang boshlanib ketdi. balki ko'zni yumib ochquchi bo'lgan orliqda o'zining so'l qanotidagi askarlar mag'lub bo'lib,
xuddi tog' o'rilgandek vaziyat shakllandi. Demak, o'zining orqa yo'lini bu mag'lub bo'lgan qo'shinlar to'sib olishi mumkin. O'zi endi qochmay, qachong'icha kutib turdi. Jang maydonining vaziyati Darius 3-dan o'zining xillangan o'rda muhofizatchilari va Persiya yoshlar armiyasini boshlab dushmanga qarab qaytirma hujumga o'tish orqali o'zining so'l qanotiga yordam berishni talab qilayotgan chaqda Darius 3 boshlamchilik bilan jang maydonidan ayrildi. Darius 3 50 necha yoshda, pakar, tambal, char saqili murusini qaplagan odam edi. Beshidagi nurg'un yeshil yoqutlar bilan bezalgan oltin toj shohlarning shohi degan ma'noda edi. Uning hayoti asosan tinch, rohat farog'atlik turmush ichida o'tgan. Garchi Misr va Kichik Osiyoning har qaysi shahar davlatlarida isyon va qo'zg'olonlar bo'lib turgan bo'lsa-mu, lekin Persiya armiyasi berishi bilanla tezlikda bostiriladi. Iskandar Persiya imperiyasiga hujum qilib kirgandan keyin Darius har qaysi o'lkalardan 600 ming kishilik zo'r qo'shin to'plab, Makedoniyaliklarning tajovuzchiligini biroqla tarmar qilmoqchi bo'ldi. Jang loyihasini muzokara qilganda, uning otliq askarlar qo'mondoni Iskandar texi tarix so'zlik chaqdilar zo'r qo'shin avatib, uning orqa yo'lini aylanib o'tish kerakligi. U yerda tog' ko'p, yo'l tor, atrofning hammasi o'tkal bo'lib, Persiya qo'shinlari muhim o'tkallarni ching saqlasila, xuddi kuptiki toshbaqini tutgandek, orqa saf ta'minoti uzilgan Iskandarni yo'qotqili bo'ladiganligi haqida taklif bergan edi. Yunondan panoh izlab kelgan Amindas, Persiya armiyasining ofitser askarlari ko'p. Iskandar bilan kang tuzlanlikda hal qilg'uch jang qilish muvofiq deb qaragan edi. Nihoyatda aniqki, Darius agar bu ikki xil fikrning har qanday birini qo'llangan bo'lsa, o'zini yengilmas o'rniga qo'ya oladi. Lekin koj bo'lg'achqa, qo'l ostidagilarning taklifi qo'lqiga kirmay, qasdan 700 ming kishilik zo'r qo'shinni tor Seleziya tuzlanligiga opirib, dushman bilan hal qilg'uch jang qildirdi. Natijada Persiya armiyasini intayin xatarlik ahvolga tushirib qo'ydi. Jang san'ati jihatdagi qo'mondonlikda, qismlarning o'rinlashtirilishi jihatda Persiya qo'shinlari yana bir qator xatoliklarni o'tkazdi. Shunga qudratli Persiya qo'shinlarining tunji jangda pasib ahvolga tushib qolib, zarbiga uchraganligidan ajablanish hojatsiz. Bu chaqda Persiya armiyasi texim mag'lub bo'lmagan. Iskandar Makedoniya qo'shinining o'ng qanotidagi otliq askarlarni boshlab, Atakiga bak tez o'tib ketganligi va o'ttirisidagi 4 chasi sap hech ma'lumotganligi uchun sap vaziyatida uzilish yuz bergan edi. Yunon yollanma qo'shinlari fursatdan foydalanib, Makedoniya 4 chasi sepini Pinarus daryosiga qo'g'lab tushirib atgan. Bir necha 4 chasi sapdagi askarlarni qalaymaqan urushda Persiya qo'shinlari yo'qotgan edi. Shuning bilan birga o'ng qanotdagi kuchli Persiya otliq askarlari qo'shini Atakiga o'tib, Paminio qo'mondonligidagi necha ming otliq askarni uzluksiz chekintirgan. Baxtga yarasha Tesaliya otliq askarlaridan odatdan tashqari botirlik ko'rsatilgachga, butkul so'l qanot tarmar bo'lishdan saqlanib qolgan edi. Urushayotganda har ikki taraf o'zaro ustunlikda turayotgan. Jiddiylik darajasi yuqori pallaga yetganda Dariusning qochqanligi haqida xabar tarqaldi. Bu ofat xarakterlik xabar Persiya qo'shinlarini birdalla tavirtib, jangovarligini yo'qotdi. Oldi bilan Persiyaning o'ng qanotidagi eg'ir qurolliq otliq askarlari chekinishga kirishib, piyodalar 4 chasi sepidagi yoshlar armiyasini tarqitib etdi. Kaynidilla Iskandarning o'ng qanot otliq askarlari jang sepining markazidagi 4 chasi sepga yana yangidan hujum boshladi. Persiya piyoda qismlarining 4 chasi sepi bardoshlik bera olmadi. Oxirida tarmar bo'ldi. Makedoniya qo'shinlari butun sap bo'yicha qo'g'lab zarba berib qirg'in qildi. Persiyaliklarning qilich qalqonlari chechilib rasvosi chiqdi. Makedoniya armiyasi qorong'u tushguncha qirg'in qilgandan keyin ondan askarlarni yig'di. Iskandar Darius 3-ning hashamatlik ordusini osonli egallab, zo'r turkumdagi oltin kumush boyliqlari va qurol yaroqlariga ega bo'ldi. Darius 3-ning onasi, xotini va ikki qizi uning o'ljisiga aylandi. Aslida Darius 3 rahimsiz urushni balalar o'yinidek ko'rib, qo'shin boshlab jang qilganda oila tavobatlarini elib olib, ularga tomosha ko'rsatmoqchi bo'lgan. Darius 3-ning urushga nisbatan tegishlik ideyaviy tayyorligi bo'lmag'achqa, shafqatsiz muhit ichida birdilla qo'rqib, jon imoni chiqib, hech nimaga qaramay qochib ketib,
aslida nini ishlarni qilishga bo'ladigan jang maydonining vaziyatini tamoman nobud qilgan. Bu jangda Persiya armiyasidan o'lgan va yordar bo'lganlar 100 ming odamga yetdi. Amaliyotda buning xili zo'r bir qismini o'z odamlari dastlab o'ldirdi. Iskandar bir qitimliq eng parlaq g'alabaga erishdi. U yolg'iz 10 ga qarshi bir askariy kuch bilan taqobil turish orqali dushmanni mag'lub qilish bilan qolmasdan, balki u orqa yo'li uzilgan, kayniga o'rilsila dushmanning oldiga chiqadigan o'ngsiz vaziyatda jang qilgan. Lekin u jang maydonining vaziyatini to'g'ri mo'ljarlab, o'rinlashtirishni o'z vaqtida o'zgartirdi. Makedoniya armiyasining jang tajribasi mo'l, askarlarning yakma-yak jang qilish iqtidori kuchli bo'lishdek alohidlikdan foydalanib, kelangsiz va qo'mondonligi jonliq bo'lmagan dushmanga shiddat bilan hujum qilib, oxiri jang san'ati jihatdagi ustunlikni strategiyalik ustunlikka aylantirib, birdilla mislsiz zo'r g'alabaga erishdi. Esos shahri atrofidagi bu qitimliq jang hal qilg'uch ahamiyatga ega edi. Chunki Iskandar O'rta Osiyoga o'tadigan yo'lni tamoman ochdi. U Iroqqa yurish qilish qo'shinini boshlab, bugungi Suriya va Livanga kirdi. Nurg'un dengiz yoqasidagi rayonlar va shaharlar o'ylashmayli taslim bo'ldi. Bo'libmi, Arados Makedoniyaliklarga alohida do'stona muomalada bo'lg'achqa, Iskandar o'z qo'shinlari bilan Aradosda ikkinchi qishni o'tkazdi. Bu mazgilda Pomeniyo qo'shin tortib berib, Damashqni Iskandarga taslim qildirdi. Bir kuni Iskandar Darius 3-ning o'ziga avatgan bir parcha xatini topshirib oldi. Hatto Darius 3 Iskandardan o'zining onasi va xotin bolalarini qaytarib berishni samimiy iltimos qilgan. Hamda o'zining Makedoniya bilan ittifoqlik kelishimi tuzishga rozi ekanligini aytgan. Iskandar o'zining yozgan javob xatida Darius 3-ning ajdodlarining Makedoniyaga va Yunonning boshqa joylariga tajovuz qilgan. Yana odam avatib Filip 2-ni o'ldirib, Yunonning ishlariga qo'l tiqib, Yunon dunyosining tinchligini buzmoqchi bo'lgan jinoyatlarni o'tirib qo'ydi. Oxirda mundaq deb yozdi: Agar seningda ozroq aqlonlik bo'lgan bo'lsa, qurol tashlab, meni Osiyoning xo'jayini deb hurmatlab, oldimga kelib ta'zim qil. Shuningda ondan onang va xotin bolalaringni aktalaysan. Bo'lmasa, biz jang maydonida ko'rishaylik. Sening nega qechib berishingdan qat'iy nazar qo'g'lashdan to'xtamayman. Iskandar Darius 3-ning onasi, xotin qizlarini qaytiribmi bermadi. Shundaqla yana nurg'un istilochilardek ularni xorlamay va egilib olmay, ularga boshdan oxir hurmat qilib, xuddi o'rdada yashagandek farog'atlik turmushga ega qildi. Cho'ng qo'shin olg'a ilgirliganda ularni isil va hashamatlik harbalarga o'ltirg'izdi. Yo'l bo'yi sonsiz odamlar ular uchun xizmat qildi. Endi ular haqiqiy ekskursiya va ziyoratda bo'layotgan bo'lsa-mu, lekin ular bilan birga kelayotgani Darius 3-ning dushmanlari edi. Darius 3-ning xotini va qizlari Osiyoning donliq go'zallari edi. Ularning salmoqligi, adab axloqliq, pok va oliyjanobligi Iskandarning oldida mag'rurlanmasligi, shundaqla o'zini tovanmi ko'rmasligi Iskandarning ularga bo'lgan hurmatini oshirdi. Iskandar o'zini intayin tizginlaydigan odam edi. U o'zi podshoh bo'lsa-mu, hozirgacha o'ylanmagan. Oshnimi tutmagan. U ba'zi qo'l ostidagilarning sharobga berilib ketganligidan intayin bezor edi. Garchi u Darius 3-ning ikki qizini yoshirincha yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa-mu, lekin u yana bundoq er-ayollik muhabbatini tezlikda bosdi. Uning texmi qiziqdigini huquq va shon-sharaf bo'lib, boshqasi hech narsaga arzimaydi. Bahor mazgili bo'lgan 3-oyda Iskandar qo'shin boshlab, Aradosdan chiqib, janubga qarab menib, ilgari kiyim bo'lib, yana Bebras va Sidonning taslimini qabul qildi. Iskandarning chiroyi echilib, cheksiz xushallikqa cho'mdi. O'rta dengiz yoqasidagi shaharlar xuddi pishqan olimlardek uning sevitiga o'zligidan tushishga boshladi. U mana shundoq to'salg'usiz olg'a ilgarilab ketayotganda, uning hayotidagi eng jafoliq, davomlashgan vaqtda eng uzun bo'lgan jangga duch keldi. Mana bu Tire shahriga hujum qilish jangi edi. Tire xuddi Sidonga o'xshash Fenikin rayonidagi eng donliq savdo sanoat shahri va tabiiy yaxshi port edi. Bu yerdan chiqadigan uzum sharobi, zaytun yig'i, aynak mahsulotlari, a'lo sifatli yog'och materiallari va bo'yoqlar O'rta dengiz yoqasidagi har qaysi shaharlarda sotiladi. Shunga kishilar Sidon bilan Tereni
Fenikin rayonidagi ikki go'har deyishadi. Milodiy 6-asrdan boshlab Persiya imperiyasi Fenikinni besib olgandan keyin bu ikki shahar yana Persiya imperiyasining muhim bazasi va portiga aylangan. Iskandar intayin yaxshi kayfiyat ostida Teri shahri sepili yeniga keldi. Ko'rdiki, shahar darvozasi mahkam etilgan. Sepil tomlari egiz va qalin edi. Teriliklarning vakili shahardan chiqib uningga: "Biz Iskandarning barliq farmonlarini qabul qilishni xohlaymiz. Lekin har qanday makedoniyalik yoki persiyaliklarning shaharga kirishiga yo'l qo'ymaymiz" dedi. Teriliklarning so'ngiki nima degan qattiq. Teriliklar chatal tajovuzchilarga qurolli qarshi turishdek sharaflik an'anaga ega edi. Ayni yillarda Babilon podshohi Nebukadnezzar II Teriyaga qorshab hujum qilganda tiz tutmas botur teriliklar shaharni 13 yildan ortiq vaqt jon tikib qo'ygan. Qahramonlarning ish izlari teriliklarning qalbida avlodma-avlod davomlashib, teriliklarning iftixoriga aylangan edi. Teriliklarning Nebukadnezzardek vahshiylarga qarshi turib, shaharni 13 yil saqlay olganligi, hamda yana Persiyaning 100 ming kishilik zo'r qo'shinini mag'lub qilgan Iskandarga qarshi turishga jur'at qila olganligi Teri shahrining afzal yer shakli bilan munosabatli edi. Teri Fenikin tilida egiz va tikyar, ya'ni hang deganlik bo'ladi. Butun shahar bir dengiz oralig'iga joylashgan. Shaharning to'rt atrofi egiz sepil tomlar bilan qo'rshalgan. Terining orqa tarafi o'tir dengizga taqashgan. Teriliklarning savdo kemalari jang ham ashyolarini to'shib kelalaydi. Persiya qo'shini dengizni tizginlash huquqiga ega edi. Shunga poyonsiz dengiz ularning eng ishonchli orqa sepiga aylangan edi. Iskandar tiz pukishni xohlamaydigan Teri xalqidanmi tahlil yurgizdi va tadqiqot olib bordi. Agar Makedoniya qo'shinlari Terini istilo qilmasa, janubga berib Misrga hujum qilish yoki Babilonga qistab berib Darius 3-ga qo'g'lab zarba berilishi mumkin emas. Uning ustiga aslida Makedoniyaga taslim bo'lgan dengiz yoqasidagi rayonlar yangi boshdan o'ziga qarshi to'plan ko'tirishi mumkin. Bu chaqda Iskandar har tarafdan muhosir ichida qoldi yoki dushman uning chekinish yo'lini uzib etdi. Yunonning Makedoniyaga beqinishiligi sabab uning qudratidan qo'rqqanligidan bo'lgan. Agar Iskandar Iroqqa yurishda o'ngishsizlikka uchrasa, butkul Yunon yerim oralida to'plan o'tlari lavaldaydi. Bu chaqda Iskandarning har qancha karomati bo'lsa-mu, vaziyatni tizgilay olmaydi. Aksincha, u Terini bo'ysundirib, Fenikiyni egilsa, Persiya dengiz armiyasining asosiy qismi Makedoniya tarafga o'tishi mumkin. U chaqda Makedoniya qo'shinining yana Misrga yurish qilishi nihoyat oson bo'ladi. Davomli sharqqa yurib, Darius 3-ga qo'g'lab zarba berishdimi, g'am andishi bo'lmaydi. Babilonni istilo qilishqimi sanoqli kunlarli qoladi. Makedoniya armiyasi Teriyaga hujum qilmoqchi bo'layotganda, Teri xalqimi jangga faol tayyorlik qildi. Butun shahar safarbarlikka kelib, ayol, qeri yoshlarning hammasi moddiy ashyolarni yo'tkash bilan aldirash bo'ldi. Ambardagi nayza, o'qyonlarni sepil ustiga to'shidi. Ochliq va harbiy lozimatliklar qochlangan bir necha savdo kemasi qirg'oqqa mol tushirmoqda edi. Teriliklar jon tikib erishmoqchi edi. Zo'r bir maydon jangdan saqlanish ta's bo'ldi. Iskandar yer shakli, yer tuzilishini tahlil qilgandan keyin oldi bilan bir tug'an yo'li yasab, quruqlik yo'li orqali Teri shahriga kirishni qaror qildi. Tug'an yo'li bo'lmasa, shaharga hujum qilishdan gap etishga bo'lmaydi. Dengizni tindirib, tug'an yo'li yasash qurilishining amgak miqdori g'oyat zo'r. Iskandar nurg'un qo'shinlarni ishlashga avatish bilan qolmasdan, balki yana yaqin atrofdagi shahar davlatlaridagi qullar va harbiy qo'shinlarni yo'tkidi. Teri shahrining sirtida g'ayrati palakka yetgan amgak maydoni borliqqa keldi. Bu Teri aholisini kun bo'yi sarosimaga soldi. Dengizni tindirib, tug'an yo'l yasash qurilishi dastlab tez va o'ngishli bo'ldi. Chunki quruqlikqa yaqin joylarning hammasi tez va patqoqli yerlar bo'lib, qo'zi qiqish o'ng'ay, loy orqali toshlarni jipslashtirg'ili bo'ladi. Eng muhimi, ayni vaqtda amgak maydoni Teri shahridan yiroqroq bo'lib, ishlayotgan ofitser askarlarga Teriliklarning otgan o'qiyasi yetmaydi. Iskandar amgak maydoniga doim berib, qurilishga qarata bevosita yo'l yo'riqlarni beradi. Ko'zga ko'rinarli ishlagan kishilarni mukofotlaydi. Hatto amal martabasini o'stiradi. Qurilish cho'nqurroq dengiz ichiga kelganda qiyinchilik borgan sari oshdi. Teriliklar igi sepildim o'qiyalarini otdi.
Tere dengiz armiyasi paloqliq jang kiyimlari bilan yo'l yasayotgan jangchilarga to'xtovsiz holda tuyuqsiz zarba berdi. Bundaq kemalarning uzunligi 120 metr, kengligi 7 metr bo'lib, kema beshiga zo'r bir so'qilish bozg'ini o'rnatilgan edi. U dengiz yuzidan amdili chiqishga boshlagan tosh tug'anni o'rvitalaydi. Kema girvigida o'qiyotchilar va tosh otquchilar turadi. Ular qosh yeniga kelib, tug'an yo'l yasayotgan askarlarga shiddat bilan hujum qila oladi. Lekin Iskandarning quruqliq armiyasi yiroqdagi dengiz qirg'oqida zarba berishga amalsiz edi. Mushundaq bir qancha qitimliq hujum orqali tug'an yo'l yasayotgan nurg'un jangchilar va qullar o'ldi. Jasadlar dengiz qo'ltig'ida laylab yuradi. Qurilishni pat-patli to'xtatib qo'yishga majbur bo'ldi. General Petolme Tere dengiz armiyasining tuyuqsiz hujumiga qarshi turish uchun Iskandarga dengizga xeli yiroq ichkirilib kirgan tug'an yo'liga 2 munar yasab, uningga tosh etish asbobi o'rnatish va saqlashga qo'shin qo'yish. Tereliklarning jang kemalari tug'an yo'liga yaqinlab kelishi bilan tosh etish asbobi orqali tosh etib, dushmanning jang kemalarini cho'ktirib etish. Makedoniya o'qiyotchilarimi egizda turib, kemiriga askarlar va paloqchilarni etib o'ldirish yoki yaralantirish haqida taklif berdi. Iskandar uning taklifini qabul qildi. Tug'an yo'li yasash ishimi asta davomlashdi. Tereliklarmi chora tepib, dushmanning tosh otquchilari va munarlariga taqobil turdi. Iskandar takror o'ngsizliklarga uchragan bo'lsa-mu, lekin hargiz ruhi tushmadi. Uning o'ylashicha, o'rkashlab turgan Hellespont dengiz qo'ltig'idan o'tgan turg'liq o'zining bu tez dengiz qo'ltig'idan o'talmasligiga ishonmaydi. Necha yuz ming kishilik Persiya qo'shinlarini yengan turg'liq ayollar va bolalar qo'shilib necha 10 ming kishi bo'lgan kichkina Teri shahrini istilo qila olmasligiga ishonmaydi. U texmi nurg'un odam kuchiga tug'an yo'lini bu tarafdan boshlab kengaytib va egizlatib, texmi ko'p tosh otquchi va munarlarni yasashga buyurdi. Teriliklar qo'rqish kayfiyati ichida kun sayin yaqinlab kelayotgan tug'an yo'li va Makedoniya armiyasiga qarab qiyomat qoyim bo'layotgandek his qilishdi. Shu kuni bo'ron chapqin bo'lib, osmonda chaqmoqlar chiqib, guldirmami guldirildi va chilaklab qo'ygandek yomg'ir yog'ishga boshladi. Do'lqinlagan dengiz yuzi qor bo'ronning turtkisida bargan sari egizlashga boshladi. Dengiz do'lqinlari tug'an yo'liga urilib, uni saqlayotgan askarlarni yalmab birdamdil yo'qitib etdi. Munar do'lqinlarning urilishi bilan langishib qoldi. Osmon texima qarayib, dengiz suvi bargan sari o'rlab ketdi. Do'lqinlarning urilishi bilan tug'an yo'lida yo'chuqlar paydo bo'ldi. O'rkashlagan do'lqinlar yo'chuqdan urilib teximi kengayib, munarni o'ntinsiz ag'dirib etdi. Qolgan bir necha bo'lak qoshnimi g'azabli dengiz do'lqini yalmab yutib etdi. Bu ko'rinishni jang qilayotgan ikki taraf ko'rib turishdi. Shahardagi aholining qo'rqishi besildi. Ular yomg'ir ichiga yugurish berib, Tangrining o'ziga madad berayotganligini olqishladi. Iskandar va boshqa generallarmi dengiz qirg'oqida sonsiz kishilarning qon tari badiliga yasalgan tug'an yo'lining yarim kunga yetmagan vaqt ichida barbod bo'lganligiga o'ntinsiz qarab turishdi. Bo'ron yomg'ir to'xtaganda ilgirki tor va tez qo'ltiq poyonsiz dengizga aylangan edi. Nurg'un odam kayniga chekindi. Iskandar g'azablanib, tishlarini g'ichirlatgan holda qaytadan cho'ng to'smu tug'an yo'li yasalsin, halok qiluvchilar o'ldirilsin dedi. U o'zi bevosita muhofizachilar qo'shinini boshlab berib, qurilishga nazoratchilik qilib, norozi bo'lganlar va xo'rinlik qilganlardan qilmishi eg'irlarni qamchiladi. Bak eg'ir bo'lganlarni o'ldirdi. Dengiz yoqasidagi har qaysi davlatlarmi yana odam kuchi, hayvon kuchini markazlashtirib, Teri shahriga tosh va turli qurilish materiallarini to'shidi. Dengiz suvi asta-asta pasaydi. Tug'an yo'li yana bir qitim egizlatildi. Oldidagi tajribalar bo'yicha tug'an yo'li texmi egiz va kang yasaldi. Teriliklar bir necha kun xo'shal bo'lgandan keyin o'zlarining yomon tushi texi o'tib ketmaganligini ko'rib, Iskandarning g'ayrat va irodasidan hayron qoldi. Podshoh Azmekas va general Piano barliq aholini yana bir qitim safarbar qilib, shahar sepilini yanama egizlatdi. Shahar ichidagi barliq xish va toshlarni sepil ustiga to'shidi. Barliq uylardagi chuvishqa bo'ladiganligi yog'ochlarni chuvib qurol yasadi. Ayollar shahar qo'g'dayotgan askarlarga tamoq etdi. Yordorlarga qaradi. Bolalarni yig'ib boqdi. Teriliklarda dengiz ustunlikda turg'achqa tug'an yo'lini qirg'oqchi yasash ta'sidi. Tug'an yo'li yasash va uni buzish uchun Makedoniyaliklar bilan teriliklar o'rtasida yana bir necha qitim shiddatli jang bo'lib,
ikki tarafdan o'lgan va yaralanganlar oz bo'lsa-mu, lekin har ikki taraf yengilganligiga tan bermay, jangda tirikishish vaziyati shakllandi. Bu tarixlar sizning va bizning turmushimizga o'xshash oddiygina turmushdan putilgan. Biroq bu turmush mangu yodlanadigan obidini tikladi. Radio anglag'uchi do'stlar, vaqt e'tibori bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Ata biz yana o'xshash vaqtda sizlar bilan birga tarix patlaridan, ulug'larimizning hayot kechirmishlaridan davomli bahralanamiz. İşinimizki mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi. Agar bugungi programmamizni vaqtida anglayolmagan bo'lsanglar, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni 3w.uycnr.com toriga chiqib, qayta anglasanglar bo'ladi. Mashhur shaxslar programmasi har kuni Beijing vaqti tushdan keyin soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti soat 16 dan 30 minut o'tganda, takrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farruh, muharrir Abduvoyid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur. Mikrofon oldida Arman Nurjan. Xayr xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik.